هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 76. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 76. ayetin başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizler Allah'tan başka sizlerge payda ziyan yetkizishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar degin. Allah bo'lsa so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, dininglarda haqsiz ravishda chekdan eshib ketmanglar. Ilgari o'zlari ozg'an, nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafs xohishlariga ergashmanglar degin. Shirk keltirishdan va dinda oshirib o'tishdan to'sish to'g'risida. Allah Teala yalğız o'ziga ibodat qilmay, but va haykallarga o'xshash boshqa narsalarga ibodat qilgan kishilarni tanqid qilib va bu narsalarning ibodat qilishga loyiq emasligini bayon qilib bundoq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizlar Allohdan boshqa sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar degin. Ya'ni ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hristiyanlar va boshqa kofirlardan iborat Allah Teala'dan başqa ibadet qilgan aşu kishilarga aytqinki, cho'qinamsizlar, ya'ni sizlardan qilchi ziyonni ketkizolmaydigan va sizlarga qilchi foydani yetkizib berolmaydigan aşu narsalarga ibodat qilamsizlar. Allah bo'lsa so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ya'ni Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchi, hamma narsani bilib turg'uchi. Tursa, uningga ibodat qilmay, nim uchun anglamaydigan, ko'rmaydigan, hech narsani bilmaydigan, o'ziga yoki boshqalarga hech qanday foyda ziyon keltira olmaydigan jonsiz bir narsaga ibodat qilsizlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, dininglarda haqsiz ravishda chekdan eshib ketmanglar degin. Ya'ni haqqi agishda chekdan oshmanglar. Sizlar Isa alayhissalomni payg'ambarlik darajasidan ko'tarib, uni Alloh taolodan boshqa yana bir iloh qilib olgandek ulug'lashga buyurilgan kishilarni oshirib etib, payg'ambarlik martabasidan ilohlik martabasiga ko'tarib etmanglar. Sizlarning Isa'ni payg'ambarlik darajasidan ko'tarib iloh qilib olganliginglar faqat ilgariki ozg'un ajdodinglarga ergashganinglar uchundir. Ilgari o'zlari ozg'an, nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafsi xohishlariga ergashmanglar degin. Ya'ni to'g'ri va normal yo'ldan ozg'unlik va noto'g'ri yo'lga chiqib ketkichilarga ergashib shunday qildinglar. Bani İsrail'den kafir bo'lganlar Davudning va Maryam o'g'li Isoning tili bilan, ya'ni Zaburda va Injilda la'nat qilindi. Bu, ya'ni ularning la'natga uchrashi, ularning osiylik qilganliklari va haddidan eshib ketganliklaridan bo'ldi. Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular
ya'ni Yahudilarning ichida nurg'unlarining kofirlari, ya'ni Rasulullohni va musulmonlarni o'chkirish yuzidan mushriklarni do'st tutganligini ko'rsan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nima degan yomon? Bu amallar ularga Allohning g'azabini ilib keldi. Ular mangu azobga qoluvchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsa edi, kafirlarni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. Alloh taolaning Bani İsrail qavmidan chiqqan kafirlarga la'nat qilganlik to'g'risida. Alloh taolo nihoyatda burunqi zamonda avatgan payg'ambari Davud alayhissalomga nozil qilgan oyatlarida va Isa alayhissalomning qilgan so'zlaridan Bani İsrail qavmidan chiqqan kafirlarga ularning qilmishlari tufaylidan la'nat qilganligidan xabar berdi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular Tavratda, İncilda, Zaburda va Qur'onda la'nat qilingandir. Ondan ularning ayni zamondagi holini bayon qilib, Alloh taolo mundaq deydi: Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ya'ni ularning hech biri gunoh va harom ish qilganlarni to'smaydi. Ondan Alloh taolo ularga o'xshab qilishdan ogohlantirib, ularni ayblab mundaq dedi: Ularning qilmishlari nima degan yomon? Yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish haqida bir necha hadis. Bu vaqtdagi hadislar nihoyat ko'p bo'lib, biz bu yerda bir nechasini bayon qilib o'tmoqchimiz. İmam Ahmad Hudayfa ibn Yamani radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar cho'qim yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'saysizlar. Unda qilmasanglar Alloh taolo sizlarga bir azobni avatishi mumkin. Shuningdan keyin Alloh taologa duo qilsanglarmi, duoyinglar ijobat bo'lmaydi. İmam Ahmad Hudayfa ibn Yamani radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar cho'qim yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'saysizlar. Unda qilmasanglar Alloh taolo sizlarga bir azobni avatishi mumkin. Shuningdan keyin Alloh taologa duo qilsanglarmi, duoyinglar ijobat bo'lmaydi. İmam Muslim Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Kimiki bir yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartsin. Agar unda qilishga kuchi yetmasa, tili bilan o'zgartsin. Agar uningga kuchi yetmasa, qalbida norozi bo'lsin. Qalbida norozi bo'lsa, iymonning eng ojiz darajasidir. İmam Abu Davud ibn Umayr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Zaminda bir gunoh qilinsa, uni ko'rib, uni yomon ko'rgan kishi, yana bir rivoyatda uni ayblagan kishi deyilgan. Shu gunohga qatnashmagan kishiga o'xshashdir. Zaminda bir gunoh qilinsa, uni ko'rib, uni yomon ko'rgan kishi shu gunohga qatnashmagan kishiga o'xshashdir. U gunoh qilganni ko'rmay turib, uningga rozi bo'lgan odam, u gunoh qilganni ko'rmay turib, uningga rozi bo'lgan odam uningga qatnashgan bilan o'xshashdir. İmam Abu Davud yana payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Kishilar jazolanishga loyiq bo'lmaguncha halok qilinmaydi. İmam İbn Majah Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom so'zlagan xutbasida mundaq dedi:
bir kishi haqni bilgan ekan, uni kishilarning hayvisidan qo'rqib so'zlamay qolmasin. Ondan Abu Said yig'lab ketib, haqiqatan rost, biz nurg'un xato ishlarni ko'rdik-yu, ammo kishilardan qo'rqib so'zlayolmadik, dedi. Abu Said payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jihadning eng afzali zalim podshohning oldida deyilgan haq so'zdir. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Munofiqlarni ayiblash to'g'risida. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida nurg'unlarning kofirlari, ya'ni Rasulullohni va musulmonlarni o'ch ko'rish yuzidan mushriklarni do'st tutganligini ko'rsan. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida nurg'unlarining kofirlarni, ya'ni Rasulullohni va musulmonlarni o'ch ko'rish yuzidan mushriklarni do'st tutganligini ko'rsan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nima degan yomon. Bu amallar ularga Allohning g'azabini elib keldi. Ular mangu azobga qolg'uchilardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq deydi. Bu oyatda munofiqlar ko'z tutilgandir. Bu oyatda munofiqlarning mu'minlarni do'st tutmay, kofirlarni do'st tutib, ularga yaqinchilik qilganligi. Bu ish ularning qalblarida munofiqlik va ikki yuzlamachilik illatini qoldirganligi. Alloh taolaning ularga ta qiyomat kunigacha g'azab qilganligi ko'rsatilgan. Bu oyat orqali ularning nima uchun ayblanganligini bayon qilib bergan. Ondan keyin ularning qiyomat kunida mangulik azobga duchor bo'ladiganligidan xabar berib mundaq degan. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsa edi, kofirlarni do'st tutmaydi. Ya'ni ular Alloh taolaga, payg'ambarga va Qur'oni Karimga haqiqiy ishongan bo'lsa edi, mu'minlarga, payg'ambarga va Qur'onga dushmanlik qilib, kofirlarni yo'shirin do'st tutishdek jinoyatni qilmagan bo'ladi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. Ya'ni ularning ko'p qismi Alloh taolo va payg'ambarga bo'ysunishdan bosh tortquchilardir. Alloh taolo tushirgan vahiy va Qur'on oyatlariga xiloflik qilguvchilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Yahudilar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida o'limalar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. Ular payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chog'larida haqiqatni toniganliklaridan ularning ko'zlaridan yosh qo'yilganliklarini ko'rasan. Ular aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik, bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatoridan qilgin. Biz nemishqa Allohga, bizga kelgan haqiqatga ishonmayli. Halbuki biz Rabbimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishini umid qilamiz. Bu so'zlari uchun Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Yaxshilik qilguvchilarga beriladigan mukofot ana shu. Kafir bo'lganlar, bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar do'zax ahlidir. Bu oyatlarning tushish sababi to'g'risida Said ibn Jubayr, Suddi va boshqalarning deyishicha, bu oyatlar Najoshining payg'ambar alayhissalomga avatgan elchilari to'g'risida tushgan. Najoshi o'z odamlarini payg'ambar alayhissalomning qishig'i berib, uni
öz ko'zlari bilan ko'rib, uning so'zlarini anglab kelish uchun avatgan. Ular payg'ambar alayhisalomni ko'rganda va payg'ambar alayhisalom ularga Qur'on o'qib berganda musulmon bo'lib, ko'ngillar erib yig'lab ketgan. Ondan ular Najoshining qishig'i qaytganda bo'lgan voqeani uning so'zlab bergan. Ata ibn Abu Ribah mundaq deydi. Ular Habashistonlik bo'lib, Habashistonga musulmonlar hijrat qilib borganda musulmon bo'lganlardir. Qatada mundaq deydi. Ular Maryam o'g'li Isa alayhissalomning dinidagi kishilar bo'lib, musulmonlarni ko'rganda va Qur'onni anglaganda ikkilanmay musulmon bo'lganlardir. İmam İbn Jarir bu oyatlarning Habashistonlik bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, mushundaq sifatli kishilar haqida tushganligini kuchlantirdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Yahudilar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Ya'ni ularning shunda qilishi faqatla Yahudilarning kofirligi, kojligi, tang'oqligi, takabburligi va haqqi bo'ysunmaganligi, shundaqla ilm ahlini kamsitadiganligi uchundir. Shunga ular burun ko'plagan payg'ambarlarni o'ltirgan. Hatto payg'ambar alayhissalomni o'ltirishga bir qancha qitim urinib, uni zaharlagan va sehrlagan. Mushriklarni uningga qarshi turishga kuch ko'rtgan. Alloh taolo ularga ta qiyomat kunigacha la'nat qilsin. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Ya'ni o'zlarini Isa alayhisalomning ergashuvchilari, Injil yo'lida mang'uchilar degan xristianlarda umuman islom diniga va musulmonlarga yaqinlik tuyg'usi bor. Bu faqat Isa alayhisalomning dinidan ularning qalblariga singan bag'ri yumshoqlik va mehr shafqatlik tuyg'usi sababidandir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Onunğa ergashganlarning dillariga shafaqat va mehribonlikni soldik. Bu Nasaralarning ichida o'limalar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. Ya'ni ularning ichida o'limalar va va'zi nasihat qilguvchi ibodatga yuzlangan kishilar bor. Ibn Abu Hatim Hamiya ibn Raibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men bir kishining Salman radhiyallohu anhudan bu oyatning ma'nosini so'raganda uning mundaq deganligini anglagan edim. Ular xarobiylarda va ibodatxonlarda ibodat qilgan kishilar, ularga chiqilmanglar. Bu nasaralarning ichida o'limalar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganligi uchundir. Ya'ni bu oyat ularning ilmlik, ibodatkor va kamtar ekanligiga ishorat qiladi. Ondan Alloh taolo ularni haqqi bo'ysunguchi va ergashguchi insofli kishilar deb sifatlab mundaq deydi. Ular payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chog'larida haqiqatni toniganliklaridan ularning ko'zlaridan yosh qo'yilganligini ko'rsan. Ya'ni ular Muhammad alayhissalomning payg'ambar qilinib avatiladiganligi haqidagi bishoratlarni bilganlikdan aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatoridan qilgan. Ya'ni bizni uning haq ekanligiga ishonadigan va guvohlik beradiganlardan qilgan. Bu xil sifatdagi xristianlar Alloh taolaning tövendagi oyatida bayon qilingan xristianlardir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Hamda Alloh taolo bu kishilar haqida mundaq deydi:
Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudiylarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda, ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan savr taqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun, sizlarga omonlik bo'lsin, biz nodonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Bu so'zlar uchun Allah ularni ostidan o'stanlar iqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Ya'ni ularning iymon etganliklari, ishonganligi va haqni e'tirof qilganligi uchun Alloh taolo ularni ostidan o'stanlar iqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlardan chiqib ketmay mangu qoladi. Yaxshilik qilguvchilarga beriladigan mukofot ana shu. Ya'ni bu mukofot haq mayli kimda, qayerda, qaysi zamonda va qaysi yo'sinda bo'lsin, uni qabul qilib ergashganlar uchun berildi. Ondan Alloh taolo badbaxtlarning holini bayon qilib mundaq deydi. Kafir bo'lganlar, bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar do'zax ahlidir. Ya'ni haqdan tangan ve onunla karşılık kılgıçılar cehennem ahlidir. Ey müminler, Allah sizlerge halal kılgan pak neslerini terki dünya buluş yüzsüden özenlağı haram kılmanlar. Allah belgilep bergen çektin aşmanlar. Allah çektin aşkıçılarını hakikaten dost tutmaydı. Allah sizlerge rızık kılıp bergen halal pak neslerden yanla sizler iman etkan Allah'a takvadarlık kılınlar. İslam dinide rahiblikning yo'q ekanligi to'g'risida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatlar biz o'zimizni oqti qilib dunyoning shahvatlarini tashlab xuddi rohiblarga o'xshash jahon kezib Alloh taologa ibodat qilish bilan mashg'ul bo'laylik deyishgan bir turkum sahobalar haqida tushgan. Ularning bu so'zlari Payg'ambar alayhisalomga yetkazilganda Payg'ambar alayhisalom ularga odam avatib chaqirtib kelib, sizlar mundaq dedinglarmi deb so'raydi. Ular ha, ey Allohning payg'ambari deb javob berishdi. Payg'ambar alayhisalom ularga, ammo men Ramazondan boshqa vaqtlarda ba'zi kunlari ro'za tutaman, ba'zi kunlari tutmayman. Kechalarning bir qismida namoz o'qiyman, bir qismida uxlayman. Ham o'ylanaman. Kimiki men tutgan yo'lga ergashsa, u mening ummatimdir. Kimiki men tutgan yo'lga ergashmasa, u mening ummatimdan emasdir, dedi. İmam Buxoriy ve Muslim Aisha radiyallohu anhadan Payg'ambar alayhisalomning mushu mazmundagi hadisini rivoyat qilgan. Allah belgilab bergen çektin aşmanlar. Yani yiyiş, çekleme koyulmagan narsalarni o'zinglarga cheklab qiyinlashtirib olmanglar. Halol qilingan narsalarni iste'mol qilishda haddidan oshirib etmay, ehtiyojinglarga tushliq ishiltinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Yenglar, ishinglar isrof qilmanglar." Ular, yani Allah yaxshi ko'radigan bandilar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. O'ttira hal xarajat qiladi. Yani Allah Taala shariatida oshirib etmay yoki kemaytib etmay o'ttira hal yo'l tutishni belgilagandir. Shunga Allah Taala mundaq deydi: "Ey mu'minlar,
Allah sizlarga halol qilgan pok narsalarni tarki dunyo bo'lish yuzasidan o'zinglarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshqichilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yanglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. Ya'ni sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. Ya'ni halol va pok narsalarni yanglar. Barliq ish harakatlaringlarda Allah Taoladan qo'rqinglar. Allah Taolaning buyruqlariga bo'ysunib, uningga osiylik qilmanglar. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Maide sure tefsirisi 88. ayet-i anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.